haydovchi akalar, radarga hushyor bo'lasizlar, 60 tezlikka radar bor. Bilasizmi? Hatto tuyada yursangiz ham radarga tushishingiz mumkin ekan. Sababi nima deb so'rasangiz, tuya ham 60 km tezlikda harakatlana olar ekanda. Ya'ni u ham radarga tushib qolish ehtimoli bor. Lekin mavzu u haqida emas. Yo'l bo'yida turganimiz uchun men haydovchilarimizga bir qiziq bo'lgan mavzu haqida gapirdim. Lekin bizni qiziqtirayotgan narsa esa mana shu siz ko'rib turgan, mana Samarqandga qarab ketyapti yo'l, M39 yo'li, bu yog'i esa Toshkentga qarab ketayotgan katta trassa bo'yida turibmiz. Ko'zingiz tushgan bo'lsa kerak, agar voha tomonlarga o'tgan bo'lsangiz, bu yerda tuya suti sotadigan bir kichkinagina o'tovcha bor. Siz uni yuzaki ko'rgansiz. Ya'ni sutini ichgansiz, maza qilgansiz, shifo topgansiz, ketgansiz. Lekin u qanday tayyorlanadi? Sog'ib olinadigan tuyalar qayerda? Ularni bilish maqsadida bugun biz mana shu yerda to'xtab o'tyapmiz. Bilasizmi? Mana shu yerda biznes yuritayotgan hozir Ozodbek degan yigit ekan. Biz hozir suhbat ham qilib o'tdik. 40 ta tuyasi bor ekan. Ana shu 40 ta tuyadan bir kunda ancha sut olib, mana shu yerga olib kelib, sotib, odamlarga ham foydasi tegyapti, ham o'zi daromad qilyapti. Mana shu o'tovchani qurish uchun ham Agrobankdan kredit olingan va ana shu kredit hisobiga infratuzilma yaratilgan. Hozir tuyalar dalada kechqurun sog'ishga tayyorgarlik ko'rilyapti. Ertalabki sut sog'ib olingan. Hozir biz sutdan ichamiz. Aytib o'tay, 1 litr sutning narxi hozir 40 ming so'm tuya suti. Xaridori juda ham ko'p. Hozir bu o'tovga kiramiz, Ozodbek bilan gaplashamiz. Demak, mening tomorqam ko'rsatuvi yana mavzuga qaytyapti. Biz avval ham Qashqadaryoda mana shu tuya suti yetishtirib, xalqimizga naf tegayotgan, o'zi ham daromad ko'rayotgan insonlar haqida ko'rsatgan edik. Bu safar ham siz uchun qiziq bo'lgan mavzu haqida yana gaplashamiz. Ozodbek, keling biz tuyani suti haqida, tuya biznes haqida gaplashaylik siz bilan. Mana bu katta M39 yo'li juda ko'p o'tib qaytganmiz. Mana shu O'zbekiston yo'li. o'tovchani doim ko'rib o'tganmiz-da. Lekin hech to'xtamagan ekanman men. Shu safar to'xtashga qaror qildik. Chunki tuya sutini shifobaxshligini biz yaxshi bilamiz. Mening tomorqam ko'rsatuvida biz avvalam Qashqadaryoga borib, tuya sutidan biznes qilayotgan, hatto katta bir xususiy klinika ochgan odamni ko'rdikda. Siz gapirib bering, sizning biznesingiz qanaqa u? Bizda o'zimizda fermer xo'jaligimiz bor, 40 tadan oshib tuyamiz bor. Chorvachilikdagi sutlarni olib kelingan mahsulotlarni shu yerda olib kelib sotamiz. Shu bilan biznes qilamiz, shu bilan. Odam bu tuya suti qanday? Tuya suti ham foydali odam sog'lig'iga. Qonda muammosi bor, jigarda muammosi odamlar keladi, gepatit kasalliklaridagi insonlar. Shu paytgacha ko'p odamlar kelgan va shifo topishgan va hech qachon hech kim bizdan norozi bo'lib ketmagan. Uyimizda ham sharoitlar bor, kelib ichib ketishadi, juda ham ko'p odamlar. Endi qarang, mana 40 ta tuya deyapsiz-da, mana tuya sutini men qo'limga olay. Bu suti bu? Shunaqa. Bu suti. Hozir shunday ichsa bo'ladi, buni. Homila ichiladi. Tuya sutida unaqa kasalliklar bo'lmaydi, lekin baribir ham tekshiruvdan o'tkazib turamiz tuyalarimiz har safar. Mana jigarga foydasi bor deyapsiz, organizmga o'zini isbotini topganda. Juda ko'p odamlar shifo topishgan. Mana qarang, tuyani suti sal quyuqroq ham bo'ladi. Quyuqroq va rangi oqroq bo'ladi, bunday rangi oppoq qarang. Oppoq bo'ladi. Endi qarang, 40 ta tuyani boqishda o'zi emas-da, dalada boqasizlar uni. Dalada boqiladi. Nechta sut beradi uni? Hozirgi kunda 10 tadan oshib sut beradi. Bir kunda necha litr sut beradi bitta tuya? Ertalab va kechqurun sog'iladi bizda. Ertalab va kechqurun sog'ilganda sut olganda 40 litr yaqin sut keladi. Demak, bir kunda 40 litr sut olgan taqdiringizda ham hozir 1 litr tuya sutini ichib bo'l. 40 ming so'm 1 litr. 40 litr bo'lsa ham 1,5 million so'm foyda qilsa bo'lar ekanda. Bo'ladi. Uni xarajati ham bor-da unga. Shunaqa. Yem ham beriladimi? Yem yozda berilmaydi, lekin qishda beriladi. Bu yerga keldi-ketdi qanaqa? Mijoz ko'pmi? Mijoz xudoga shukr bo'ladi, yaxshi. Endi qanday tushuntirsam, bizga misol do'konga odam kiradida 5 ming so'm ketadi-ku, yo'q, unaqa emas. Bizda misol uchun 1 soatda bir kirgan odam ham misol 3 litr, 4 litr sut olib ketadi. Misol shunaqa savdo. Bu degani 120 ming, 150 ming so'mlik savdo bo'ladi. Ha, shunaqa. Bu mana bu katta trassa bo'yida bo'lgan juda ham yaxshi ekan. Keyin biz yana bitta narsamiz, biz sotganimizdan ham ko'proq dastavka qilamiz har xil joylarga. Yetkazib berasiz. Chunki bizning yo'limiz glavniy yo'lki, O'zbekistonga har qanday yetib borish mumkinligi sababli. Asosiy yo'l. Samarqandga, Buxoroga, Toshkentlarga dastavka beramiz. O'zimiz qo'ldan. Klientlarimiz aytishadi, 10 litr, 15 litr jo'natib yuboring deydi, biz jo'natib yuboramiz shu yerdan taksida. Bitta ichib ko'raylik-da sutini. Biz nafaqat o'zbekistonliklar keladi, bizda Tojikiston, Qirg'iziston, hatto Rossiyadan odamlar kelishadi. Endi bizda sut uchun emas, lekin xitoyliklar keladi ko'proq. Xitoyliklar kirib sut ichib ketishadi ko'pincha. Ha, ana. Menga ham shifo bo'ladi deb niyat qilaman. O'zi tuyalar qayerdan olib kelingan va qachondan beri shug'ullanasizlar bu ish bilan? Xudo xolasa 9 yil bo'ladi. Adashmasam Buxorodan Qizil Xumdan olib cho'ldan olib kelganmizda boshida. Ha, o'zidan ko'payadimi bu? Ha, shunaqa. Tuyani xonadorlik vaqti muddati 12 oy bo'ladi. Tuya jonivori aqlli hayvon, juda ham unaqa yuvosh. Tuya haqida bir zo'r faktlar bering-chi. Tuyani lekin misol uchun aytaman, juda ham ko'p tanozasi foydali. So'yilgan taqdirda, bemor bo'lib qolgan payt, so'yishga majbur bo'lgan payt so'yamizda. Misol uchun
O'sha paytdagi narsalarda juda ham foydali. Misol uchun juni, yoki uni kiyim qilib to'kilsa, terida kasalliklarga, hattoki uni go'ngga ham foydali. Ba'zi odamlar olib boradi va shuni issiq suvga qilib, oyoqda vanna qilib, oyoq davolariga shifo qiladi. Tirnog'idan toki tukigacha hamma narsasi Shunaqa. foydali. Siz aytdingiz-ku, mana yungidan mana belbog'lar qilinadi. Oyoq kiyim, oyoqqa masslar qilib, Oyoqlarga Shunaqa. paypoqlar qilib kiysa, juda issiq saqlaydi deyishadi. Belida bilasizlar, o'rkachi bo'ladi-yu. O'rkachi. Yog'i bo'ladi o'rkachida. Yog'idan ham ko'p kasallarga shifo, eng asosiysi gemorroy kasalliklariga sivchaq foydalaniladi. Bu ham juda ham foydali gemorroy kasalliklarga. Tuya katta jonivor-ku. Tasavvurimizda uni boqish, yem topib berish, parvarish qilish juda qiyindek tuyuladi. Endi boshida hammaga qiyin bo'ladi, sekin-sekinlik bilan boqqan sari sir san'atni o'rganganingizdan keyin osonlashadi. Lekin tuya hayvoni baribir ham cho'lq o'tiga moslashgani sababli bunaqa juda ham bir egiluvchan hayvon emasda, o'zini eplay olmaydi, beso'naqay hayvon. O'sha sababli har doim nazorat ostida olib yurish kerak. Juda ham ulkan bo'lgan baribir ham, lekin juda ham nozik hayvon. Misol uchun mol hayvoni juda ham tez bo'ladi, misol uchun zibrostaga tushib, bemalol yiqilib yuradi. Yo'q, unaqa emas. U yiqilib tushsa ham turish qiyin, baribir qarash kerak. O'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Tuya haqida sizning ma'lumotlaringiz juda ko'p ekanda. Tuya haqida meni bilganlarimni bilasiz, birinchi tasavvurlarim qayerdan bo'lgan? Buyuk qirg'iz adibi Chingiz Aytmatovni Asrga tatigulik kun, asrni qaritgan kun ham deyiladi. Shu asarda Qoranor degan tuya timsolida uni insonga munosabati, uni fe'li shu qadar zo'r ochib berilgan. Men tuyalarga shundan muhabbatim paydo bo'lganda, lekin uni siz aytganingizdek insonga salomatligiga mana bu sutini foydasini hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi-da. Men ba'zida eshitganman, hatto jigar sirroziga chalingan bemorlar tuzalib ketgan yoki gepatit B deymiz, C deymiz, hozir ko'payib ketganda juda. O'shalarga juda yaxshi davoda bu. Agar xato gapirmayotgan bo'lsam, endi men eshitishim bo'yicha, endi o'zim kitob o'qigan paytim, bilasiz, jigar bizning qonimizdagi filtr bo'ladi. Qonda qanaqadir virus bo'lsa, jigar o'ziga olib qolaveradi-ku. O'sha sababli jigar qurib, jigar sirroz boshlanadi, to'g'rimi? Endi qotishlar boshlanadi, fibrozlar boshlanadi. Tuya sutida shunaqa narsa borki, ham odamning ichi organizmlarini, misol uchun ichaklarda eski qolib ketgan ovqatlar po'chaladi-ku, bo'soqlar. O'shalarni ham yuvib chiqaradi. Ham shu bilan birgalikda qonni tozalaydi. Qon toza bo'lgandan keyin jigar sistemasiga qon yaxshi yetib borganligi sababli jigar o'zini tiklash xususiyatiga ega bo'lgani uchun jigar sirroz kasalliklariga davoligi bor. To'xtab turing, yana bitta ichay. Muncha maqtagandan keyin ichging keladi-da, foydalanib qol, fursatdan foydalanib qolay. Juda ko'p odamlar kelishadi, har xil joylardan. Keyin qarang, mana siz yetkazib berish deyapsiz-da. Yetkazib berilganda bu juda sovutilgan holda bo'lish kerak-a? Shunaqa, qo'limizdan kelguncha, misol uchun bir kun oldin zakaz bersa, biz uni qo'lga kelguncha muzlatib, uni jo'natib yuboramiz. Va olib borilgandan keyin ham, misol uchun tavsiya beramiz, kastrulka yoki banka, sirli narsalarga solib qo'yishdi. Chunki bari baklashga plastik bo'lganligi sababli va halliga solib qo'yiladi, muzlatib turadi va o'zini ichadigan miqdorini bir kundan misol uchun 1 litr ichsa, olib tushadi-da, to'g'ridan-to'g'ri gazga emas, qaynab turgan suvga issiq vanna qilib isitish tavsiya beriladi. Lekin baribir mening asosiy tavsiyam kelib issiqdan ichgan yaxshi, baribir svejiy narsa baribir yaxshiroq. Sog'ilgan paytda ichgani boshqacha. Shuning uchun ham tavsiya. Qarang, bu to'yimli-mi? Yog'i ham bor. To'yimli, juda ham to'yimli narsa. To'yib qoldim hozir. Lekin aslida misol Misr taboati deyiladi bu. O'zi aslida buni kitobida yozilganda ochiqgan paytda sut ichilsin, faqat ochiqgan paytda parhez qilish kerak buni. Ichgan paytda achchiq, shirin narsalar mumkin emas, yog'li narsalar mumkin emas. Qo'lda kelguncha tez hazm bo'ladigan narsalar, misol uchun meva-cheva yoki yengil sho'rvalar ichish kerak. Ozodbek, bu ishga bir ko'makdosh bo'lib kreditlar ham olingan, a? Ha, davlat nima uchun? Kredit tuya sotib olish uchunmi? Davlatimiz ko'p imkoniyatlar yaratmoqda. Shu bilan birgalikda biz ham imkoniyatlardan foydalandik va Agrobankdan kredit oldik. Mana shu shoxobchani rivojlantirish maqsadida rivojlantirib, o'z fermerligimiz nomiga va shoxobchani rivojlantirib, shu o'zimizning fermer xo'jaligimizning mahsulotlarini shu yerda sotib kelmoqdamiz. Biz birinchi maqsadda pul emas, pul topish emas, pul topish yo'llari ko'p. Biz birinchi maqsadda odamlarga shifolashish va qanday odamlar ko'proq shifo topsin, oddiy xalq qiynalmasinligi sababli ham yaratganmiz shu sohada. Bu juda xayrli ish. Siz aytganingiz kabi tuyani o'rniga boshqa biznes qilish ham mumkin. Lekin bu xalqimizga ko'p naf tegadi. O'rganyapti xalqimiz. Shunday. Bilyapti buni foydasini. Oshmoqda. Men bir necha marta misollarda ko'ryapman. Keyin, Ozodbek, men ko'p eshitganman. Mana shu tuya boqishni boshlagan insonlarning aksariyati xonadonida qandaydir zarurat sezganda tuya sutiga. Men kim bilan gaplashgan bo'lsam, ko'p tuyachilar onamda jigarda muammosi bor edi, yo o'zimda salomatligimda muammo bor edi, shuning uchun ko'chadan sotib olib yurgandan ko'ra tuya boqib boshladik, shundan keyin rivojlanib ketdi degan gaplarni ham eshitganmiz-da. Tuya sutini bir qurishdan maqsadimiz birinchi navbatda
Bilsangiz, Sirdaryo viloyatimizda turizm rivojlanmoqda. Shu sababli biz ham turizmni rivojlantirish maqsadida shunaqa eski qadimiy o't o'qirdik. Shu sababli chet ellik turistlarni jalb qiladi bu. Va kirishadi. Shu bilan ingliz tilini bilaman, o'zim mukammal yaxshi gapira olaman. Shu bilan chet ellik turistlar bilan bemalol gaplashaman va ularga sut haqida to'liq ma'lumot beraman. Ingliz tilida. Ingliz tilida ma'lumot bera olaman. Ko'p xitoyliklar kelishadi. Boshida qiziqishmaydi, lekin men tushuntirib, ichib ko'rganingizdan keyin hozirgi kunda juda ko'p xitoyliklar kirib, turklar, qirg'izlar, tojiklar juda ko'p odamlar kelishadi va ichib ketishadi, shifosidan biladi. Kundan kunga odamlar bu haqida ma'lumot oshmoqda, bu haqida bilmoqda-da. Yo, zo'r tadbirkor ekansiz, zo'r marketing qilar ekansiz. Ozodbek, sizga rahmat deymiz. Mana shu biznesga rivoj tilaymiz. Har qanday kasbda endi yaxshi pul topsa bo'ladi. Shu bilan birgalikda bu sohada ham birinchi navbatda toza va halol ishlash kerak. Endi maqsadimiz pul emas, shu odamlarga ko'proq shifo topish. Endi shu Xudoga shukr, baribir shu qora qozon shunday qaynaydi. Baribir endi bularga muhtoj qolganimiz yo'q. Xudoga shukr, yaxshi, ustimiz bo'd, qornimiz to'q, baribir. Demak, mana shunday yaylovi bor, Sirdaryoga o'xshagan sharoiti bor joylarda bemalol bu biznesni ham qilsa bo'ladi. Chunki tuya sutini doimiy xaridori bor, odamlar qidirib yuradi hatto. Bu faqat pul topasiz, shu bilan birga odamlarning mehrini qozonasiz. Chunki biz juda ham ko'p shu tuya sut orqali juda ham ko'p do'stlar, tanishlar, hattoki qarindosh deb ketamiz. Chunki misol uchun juda ko'p odamlar kelishadi. Ayniqsa vodiy xalqi kelishadi bu yerga. Vodiy xalqi juda ham yaxshi ko'rishadi tuya sutni va har qanday o'tgan holatda uyimizga kirishadi. Mehmondo'st xalq deb hisoblayman ularni. Kelib rahmat aytib ketishadi. Shuning orqali ham juda ko'p do'stlar ortib kelganmiz. Odamlar bu yerga shifo izlab keladi, umid izlab keladi va ularga qo'limizdan kelguncha shifo berishga harakat qilamiz. Tuya sut orqali. Mana chiroyli sharoit qilib qo'yibsiz, zo'r infratuzilma, 40 ta tuya bor, sut berib turibdi. Bardavom bo'lsin. Sog' bo'ling Ozodbek. Xo'p, rahmat. Biz hozirgina Ozodbek bilan uni sut sotadigan o'tovida suhbat qildik. Istadikki, u tuyalari boqilayotgan yaylovga borishdi ham. Ozodbekni qoldirib keldik. U savdo bilan mashg'ul. Biz esa mana tuyalarning oldiga keldik. Ko'rsatuvimiz yana ham manfaatli bo'lishi uchun tomoshabinlarimizga men tuya haqidagi ba'zi bir qiziq informatsiyalarni berib o'tmoqchiman sizga. Men bolaligimda har doim o'ylar ekanmanki, tuyani mana bu o'rkachida suv bor deb o'ylardim. Siz ham shunday deb o'ylagan bo'lsangiz kerak. Chunki bitta tuya bir ichganida 100 litr suv icha oladi-da. Ya'ni qurg'oqchil joylarda, suvsiz joylarda yurgani uchun suv zaxira qilib oladigan bir idish deb o'ylar ekanmiz-da. Buni aslida unaqa emas. Buning ichida go'zal yog'i bor. Keling, men sizga yana tuya haqida qiziqarli faktlar aytay. Xudo shunday yaratganki tuyalarni, ya'ni ular qumda yashaydi-ku. Hatto ko'zlarini qumdan asraydigan pardasi bor. Burnida ham xuddi shunday pardalari bor. Lablari esa shu qadar qalinki, yantoqni yeganida hech qachon yantoq uni lablariga kirib ketmaydi. Oyog'ini tagi yumshoq. Qumda kuymasligi uchun, oson yurishi uchun va bitta tuya aytib o'tganimiz kabi 60 kilometrgacha tezlikda harakat qila oladi. Va yana bitta qiziq fakt, tuyalar 40-50 yil yashaydi. Mana hozir sut beradigan tuyalar turibdi mana bu yerda. Tuya lekin sigirga o'xshab juda sersut bir jonzot hisoblanmaydi. Ya'ni bu sutga ixtisoslashgan jonivor emas. Deylik, bolalarini, bo'taloqlarini deylik oziqlantirish uchungina sut beradi, shuning uchun 4 litr sut beradi. Xalqimiz hayotiga tuyalar shu qadar bog'lanib ketganki, hatto amallab bo'lmaydigan bir ish haqida gap ketsa, tuyani dumi yerga tekkanda deymiz. Yoki bo'lmasa, tuyani shamol uchirsa, echkini osmonda ko'r degan maqolimiz bor. Tuya go'sht yeganmisan degan naqllarimiz bor. Ya'ni bu ota-bobolarimiz bilan doim hamroh bo'lgani uchun ham mana shunday bizning hayotimizga naqllar bilan kirib kelgan. Eng muhimi tuyani suti ekanini bugungi suhbatimizda aytdik. U juda foydali, salomatlik uchun, jigar uchun, jamiki a'zolarimiz uchun koni foyda. Sizda ham agar mana shunday sharoit bo'ladigan bo'lsa, yaylov bo'ladigan bo'lsa, bemalol boqishingiz mumkin, hatto undan daromad qilishingiz mumkin. Tirnog'idan yungigacha bu koni foyda, yungidan paypoqlar qilib, mazza qilib foydalansa bo'ladi. Ya'ni salomatlik uchun foyda keltiradigan kiyimlar tiksa ham bo'ladi-da buni junidan. Mening Tomarqand dasturi sizga ana shunday foydali, manfaatli, nafi tegadigan ma'lumotlarni va bizneslarni o'rgatishda davom etadi. Kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.